أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Qarindoshlar, biz oldingi qatimliq darsimizda deganimizdek tarixning qanday muhimligi, tarixdan foydalanib bir millatni o'rnidan dast to'g'izg'ili bo'lganligi, millatning ma'naviyatini, ruhiyatini ko'targanligi. Buning tipik misoli Yevropalıqlarınki öz ballarına tarihi götürüş metodu. Şu neticede Avrupa'nın üst bitilgen balları özünün hocayın tuygusu ile özünün hocayını hesaplap üst bitilganlığı, özünün ideyisini, özünün ideologiyasini başkalarına tanıdığan ideya bilen nemiş kımda kınmaysa, men kılsam nemiş kınmaysa. Çünkü men tarihten bu yan insaniyetke hükümranlık kelgen bir millet digen tuygula yoğunaydıganlığı. Çünkü Avrupa'nın degenimizdeki tarih ötüş metodu da Avrupa tarihindeki qarallık, zulmatlık, kanlıq tarihini asasen bunlarla tızlamaydı. Bu gerçi uzun 5-6 əsirlik bir tarih olsa ama bunlarla ötep ketip xuduluğa bir vaxtlıq ötkünçü bir yüz bergen işlilik bir vakalik şekilde tuyguzub ötküzülgan o baştan tatip gelgen Roma mesela Greek devre ondan kinki 16. əsirden kinki Akaç İnqilab devri mesela Avrupa'daki ma devirlerini öğretkenlikken onunla karısa sapla Avrupa'nınki bütün hayatı galbe, medeniyet taqtiş, hükümranlık kılışı da Allah'ın bir xil tuygu yitildirdiğen okuğuçuları da Allah edliklerini bir misal kılan şekilde sözlep ötken tuğ. Taqderesinin ahırsı çıkmay vaqt münasibetiyle toxtab qalgan. Ve sualul anda 185. ve toxtab qalgan. Şu yerden başlayılı. Limada biz bayatın dedik ya Avrupa'nın ders şu tarih idüş metodu da bazı yerlerini o kadar kenar sözleydi. Mesela degenimizde Roma'nın tarihini, kimden tarihini, Greek tarihlerini, Greek dönemge tabi tarihlerini tefsiri sözleydi. Ama Bizans'a tabi tarihlerini, Babul, Kadimi Mısır, andakin o otur esirdeki karanlık tarihlerini nahit tiz sözleyip gidiyordu. Abdur soravatıdı. Nemi üçün kadimki tarihlerini bayan kılışta tiz üdüdü. Mesela insaniyetinin asli, yer şarkı insanlıkның büyüşki ikiye dep qaralıyordu. Birisi hazırki Irak yani Babylon, yeni birisi Mısır, kadimi Mısır hem de. Ama ileriki vakitte ötep gidelim diyedin, şak değil. Nemişka, xuddi Avrupalıqlar özünün ballarına üzdün başqamın da dünyada medeniyet yaratqanlarının yoqdek tuygusunu bir xil məqstivadek. Nemi üçün Greek ve Roma şehirlerinin medeniyetini bayan kılışta o kadar şahçılap, o kadar kemeydi. Ama Allah'a nispeten xuddi insan muşudek. Ondan başka dünyada nemi yok dek, insan yok dek bir xildi. Nemi üçün otur esirdeki devir çetki kayrılıp koydu. Bunda bir tarafka taşlap koydu mesela. Nemi üçün. Andayken yeni devirde kengeydi. Muşu noktalarını oylandığımızdan asli tarih deganni qanday ishlatish, tarixdan qanday foydalanishni shu vaqtda bilamiz qarindoshlar. Ve yumkin icmal asbab allati da'at al-mu'arrikhin al-Urubiyyin ila tanawul ve ard at-tarikh bi hadhihi at-tariqa fi ma yali. Yani Avrupa tarixshunoslarının ki tarixni bu uslub bilan qana qilib, bayon qilib ko'rsatishning sebeplerini tövende ixchamlash mumkin. Tövendekidek ixchamlash mumkin. Qarab bakayla çıktılar Avrupalıqlarının ki şu şekildeki tarih bayan qilishinin ki metodunu nima uchun shunday metod qo'llangan bunun bir xulosi shu 5'e çıktı qo'yilgan abzaslarga diqqat qilingan. Birincisi Sharq medeniyet rolini tarih kitaplarından kichikgina bir bucakda kichikiltish, oddiyiltish, taqdim deganga kichikiltish. Yani Avrupa aql sanoatida yani Avrupalı balalarının nazarında, Avrupalı küçük balalarının nazarında, Şark'a ait anı çok nasıl itilmesin bulundu değil. Yani Şark ne? Bir küçük bucakta ne çibet, anda çok ürünü emeklik yani. Ama yec'al fitra Roma ve İgrik, Roma ve Greek dönem vakitleri olsa bu'dan ekber ki tehmi çok bir saha musafını alıdırmış bayan kılıçta. Ve bittali onunla ergeşip başka medeniyetinin rolleri bir çetki
Unda bir chatda qo'shimcha shaklda bayon qilinadi. Tuhammash degan gap. Shuning bilan insoniyatning butun tarixi Roma'dan ilgirki, Yunan'dan ilgirki, Avrupa aqlida inson tug'usiga kichik bir davrga aylanadi, kichik bir vaqtga aylanadi. Unda qanday aytildi bilamizlar? İnsaniyet desa biz degan tuyg'ular aytildi. Chunki bizning boshqa insoniyat yo'q deydi. Medeniyet desa biz. Masalan, sistem desa biz. Shu biznikini qabul qilishing kerak degan tuyg'u shu yerdan chiqqan boshqa narsa emas. Anday oddiy aytilmaydi u. O an bir milletning kichik bolalaridan tortib yetilganda yetildigan narsa u. Qanaqdir bir millatga kelib, bunda yetildirvag'ili, bunda qilya divag'ili 4 adam bir o'rnining ichiga kelib, bir ishxonaning ichiga kelib pilallab bilan emsi mana tağımız digildigan narsa emas, balki kichik chig'idan tortib sistematik bir şekilde yetildirish kerak. Bunun birinci quroli tarix. Tarix orqali millatga bir xil boshqacha tuyg'u uyg'ontirma. Men nechiqtim misol qoldim. Takrorlashning hojati yo'q. Turklarninki hozir tutgan uslub aynı uslub. Bularmış 2000-yildan keyin Türkler xalqiga xitob qilishda, xalqini tarbiyalashda asosan Yevropaning uslubi o'tdi. Ya'ni mana shu vaqtda xalqini bunda cho'ngitish. Yani yo'qda bir tin bo'lmasa, unda og'i qilish, abi qilish. Anda bek bir çoğun talantlı olması var. Halkının nazarında sen degen bütün dünyanın hocayını sen. Sen degen 1000 yıllık tarihiye 600 yıllık dünyanın üçte ikisine baş koygan. Osmanlı'nın paraxotu kimidin össe Avrupa devletleri asla çağlarını üçrep avazını pes qıttı degil tuğandan keyin mademinin kallasından payda oldu. Rast deb bunda bir xil özgü nispeten işenç payda oldu. Ben 2000-yilda bir kichikkina abzasdan birini tarjima qilib yo'llab qo'ygan. Masalan, Facebook'lardan ushratgan bo'lishinglar mumkin. Bir she'r bilan bir bug'uninki minish yugurish musofasida xilla farq bor. Buğa soatiga yuguraydigan tezligi she'rdan tizamdi. She'r bug'udek yuguranmaydi. Lekin nimishqa har doim she'r bug'un tutib oladi desa, chunki qochqi yugagultigan vaqtida buğa meni tutib oladi deb keyniga tekrar qaraydigan bir qo'rqinch bor. Mushu bug'uni she'rga qana qiladi, yem qiladigan omillarning birisi. Ya'ni bir millatning kallasida bizni yeb ketadi deydigan bir xil tuyg'u bo'lsa boshqalarni. Yoki biz degan mashta millat degandan keyin o milletning düşman hücum qilishdan ilgari o'zini vayron qilgan shu qarindoshlar. Shunga Xitoyning boshdan oxiri bizning vatanda bizga o'tilgan tarixlarda, bizga muomala qilishda, bizga berayotgan mesaj uchurlarida nima tuyg'usini desa, Uyg'urlar asosan nihoyat az bir millat. 7-8 milyon masalan. Ondan keyin biz bu yani taraqqiy qildiramiz degan gapning o'zimi ajoyib bir qanday gapchu. Bir qanday gap. Qanday gap desa, nimishqa uni taraqqiy qildirdi. Az o'zimizga ham qo'yasa, o Xitoyning eng ilg'or shaharlaridan qilitimiz inshaalloh. Biz uni kuchimiz yetadi, lekin taraqqiy qildiribmiz degandan keyin ham xalqning kallasida yavash asta zaten mushul taraqqiy qildiribmiz. Hatto hali katta odamlarning og'zidan mushul kelib mushta binoni sapamizsa, mushta yo'lni sapamizsa, mushta ko'rikni sapamizsa, biz qilmaymiz bu ishlarni deydigan bir xil tuyg'u, bir xil ong asta hatto shu darajaga berilganki bugun aramizda xil odamlar deydi. Xitoydan ajrab ketsak, birisi-birimizdan talish bilib ketamiz deydi. Bu qanday gap desa, bizni o'ltiradigan gapchi bu. Ya'ni hozirgi Xitoyning aslida turayotgan hozirgi vaqtga nisbatan bir xil xolimizmi qanoat hosil qilishdek bir xil tuyg'uni keltirib chiqaradigan bir omil. Ya'ni bu jihatdagi psixik hujum oddiy emas. Bizga moddiy qurolli hujumdan bakroq psixik hujum favqulodda bizga ta'sir qiladi. Bu 2 avlod, 2-3 avlod mashta tarbiyalangandan keyin bo'ldi, tugadi endi qog'ini. Yevropaning qo'llangan uslubi bu, qarindoshlar. Dunyo mashta shaklda qanaqa qilyotdi, o'zini yetiltiryotdi. Masalan, Amerikada desak, Amerikada bir millat yo'q. Amerikalik millat nuqtasidan anda ko'tarib chiqdik bir muqim Amerikaga vakillik qiladigan bir millat yo'q.
İngiliz deyimiz ya o bir til ama Amerikalıklar Amerikalık hem de. Amerikalık milleti. Yani, muayyen palan millet dep orada kütürüp çıkay dese Amerika degen oxşamagan milletin teşkillengen bir döret. Çikin yeni payda olgan döret oğa çıka. Şuna Amerikalıklar kanda uslup kolunu bu cihete dese Amerikalık uslubu. Yani Amerikalık. Hatta küçük pasportları yazıqlıq ki dünyanın nerede olan bir Amerikalık olup qalsa siz qiyinçiliğiniz olup qalsa biz sizden qaşqanıza barımız degендek bir xil milletke nimbiriş ama Türkçede moral deydi ya bir xil psixiki cəhətdə özünü çoğ tutuş psixikisi. Məsələn, bəzi filmlərdə görüb qalasızlar, çox diqqət qılınlar işte gepki. Nim deydi? Bəzi qattiq qıstıqstan, məsələn, bir işlər həll qılanmayotqan bir paytildə Amerikalıqdan birisi kelib, "Men Amerikalık" deb vaqaydı şu aşağıda. Oylab baxmam şu qanday gepimdi. Nima ifodam şu? Men Amerika pasportu var mesela, yoki men Amerikalık, men Amerika fuqarosi deydi. Lakin bir xil qiyinchilik va hammadan bir hal qilmayotgan bir maslik. Bu haliqi aşlardaki aqliy jihatga nima Amerikalık degan kim o deydigan bir xil tuyg'u. Amerikalık degan har qanday yoki bo'lsa eshildigan. Mesela aldığım kadar ben Mısır'a yeni bağa vaxtıda bir aşağı Mısır'ın yerlik şivesine belki Mısır'a bir bakkalla birisler adetki normal Arapçadan biraz farklandı yerlik şivesi. Normal Arapça ünü bağa adamı Mısır'a qalasa alaqı bir xil bilek şehir görüp qalğanda köp qalıdı. Ben yeni bağa vaxtı biraz qiynalğan yerlik şivesde. Şunu olan şeyde konurak tuğan balladın. Bir Mısır'ınki bir sağlam üze bir nime tilg'i paydası var bir film yok mu desem bana bir film tavsiye kıldı. Özü sağlam film ki lakin bir aşıbam da şu filmi Mısırlığının ki Amerika nüfusuga erişken Mısırlığının ki Mısır'ın tüen kuruş psixikisini tanqid qilgan filmken. Şunda oğaşqı nasıl oğaşqı deyip bu yerde. O Mısırlıq kichik vaqtida Amerikaga ko'chib ketibdikan. Hozir qo'sh nüfusu varken hem Mısırlıq hem Amerikalık yolda ketib qolsa shu saqchilar tutup teşrif avara qilsa men Amerikalık deb Amerika pasportini chiqarsa shaqqida saqchilar qattiq hurmat qilib uningga qilganligi andan keyin saqchining ishti qavab bunda hujum qilish nuqtasi ishqi pasportini ko'rsatsa ishni shaqqida to'xtab qoladigan bir ko'rinish bor. Yani bu aşağı ta'sir qilganlik yani. Aşağıgacha Amerikalık emas Amerikadan necha ming kilometr narisidagi bir Misr zihniyatiga hatta Misr zihniyatiga qanaqalıqliq desa Amerikalık desa bir xil cho'ng kiradigan. Bu qanachalik shakllanadi desa birisi aşı millat tigidin bunda saxta emas, sun'iy emas, chaplag'an shaklda emas, tigidin üzüllen faxrlanadigan bir tuyg'uga vaqti bo'ladi bu bir. İkinchidan aşı tuyg'uga yarasha bunda bir natija yaratgan natijasi. Üçüncüden dünyadaki şununla yarışa növetdeki o'rni bak bu noktada muhim. Şuna vaqtda adam özünü tön görmeydi, pes görmeydi. Dünyada özünü ikinci bir insandek yaratılması mı bulduğun insandek yoki bir yaratılıp kalıp bir kul bulaşqa, mahkum bulaşqa, layık insandek tuyg'usini avval özü qutulgan vaqtdan qağa işler olduğun gap qarindoshlar. Şunlarga davamlı anlaydigan bir gepimiz var. Devletni avval nemangda qur, qalbingda qur deydi. Şu bu bek muhim nokta. Bu noktalarning hammasiga bir tarix bek muhim. Şuna tarix haqiqat bo'lishi kerak, tarix haqiqat bo'lishi kerak degan gap kuchliklarning ojizlarini ahmoq qiladigan bir gapi. Bu yerda tarix haqiqat bo'lishi kerak degan gap men tanqid qilgan vaqtimda tarixni yolg'ondan to'qish kerak demoqchi emas. Ammo tarixning hammasi haqiqat deb hammani bayon qilishning o'zi xato. Tarixning hammasi haqiqat deb hammani bayon qilishning o'zi xato. O bizning ming yillik tariximizda o qadar shonli tarixlarimiz borki, ekilib bizga shu Appoq Xo'janing tarixini, birini aqtaqliq qilib, qartaqliq qilib, so'qashgan tarixini, bizi-bizini qirgan tarixini, masalan, mag'lub bo'lgan tarixini so'zlamay, bizning dunyoga hukumatgan, dunyoni bosh qo'ygan, masalan, tarixlarimizni, andakin o'zimizning da yiltisini cho'ng yerlarga ulash kerak. Zaten ulnut ya bizning masalan. Masalan hozir paydası olsa belki zihni yoktu asli. Paydası olsa belki zihni yoktu. Lekin bir qarindoshlarimiz nimaga tirishayotdi o'qimaymi? Uyg'urni atrofidagi qarindosh millatlarni uzib etishga tirishib ketib boradi. Masalan deyli, Türkler desek,
Türklerden üzüp etişke tirişip ketip barıdı bir kısım qarindaşlar. Maksat nima tam uqanmadım yoki kalla nima uqanmadım. Asli Türklerning tarixidagi şanlıq neticelerinin hemmini özümüzge təvəqqə qilishimiz kerak bir noktadan. Bir noktadan hata emas. Çünkü bizning yurtdan kelganlar hammasi şu Sharqiy Turkistondan chiqib, ko'chib, O'rta Osiyoni ütep masalan, aşağıdan yaşab hozirgi İran, andikin Afg'oniston, Irak, Suriye ta Anadolu'ya kelgan mush bütün Türklerning hammasining asli tam ve ana tuproqi bizning vatan. Mush noktadan bağlab ekilib asli mushu orqali yuz bergan bütün natijalar var ya, asli özümüzning bir töhpisi, özümüzning natijasi sifatida bizning millatga ko'z tutish kerak. Nimishqa agar buningdan özümüzni, hatta O'rta Osiyodan özümüzning hozirgi Sharqiy Turkiston degan vatanning doirasida tug'izib bizning balalarimizga tarix tushuntiramiz desak, Xitoy tushundirgudek bir tarixni qo'ymadi. Bizning maqsad eldiğu tamam ona digil olmaydı. Vatanning ichida ko'z ochgan bir farzandimizmi atrofga qarasa, bu o'tmishdan qolib qolgan bittami bino yo'q. Bormi qarindoshlar? Bir dedim ya, hikoyamiz qoldi. Bir hikoyamiz qoldi. Undan boshqa asosan hamma narsani aşı konu məlini yanılayımız deb çəkib bitirib boğuldu. Yani biz mandaraq bir milletdik deydiğen yerimiz qalmadı. Tuğulğan ballarımız bundan keyin qanday qiladi? Ətrafqa qaraydı, kim sağan dese, can familiylikdən bir sağan. Onğa qaraydı, igiz imaratdan birini tapıdı, kim sağan, ma familiylikdən bir sağan. Həmmisi can, ma, çin olab, həmmisi o balının kıllısı bu asta qarasa bütün imaratlarının puruqi Xitayca. Hiçbir yerde bir milli puraktan eseri yok. Uygurlarning medeniyetini bayan kılan dese, aylap, yıllap, kiyip koymaydıgan, etles köyneklerine mesela, doppularımı veya doppunu tanıtmak demez, ama aylap, yıllap, kiyip koymaydıgan, yok ordudu, yok binasını bizden milli kiyimimizde ayallarının etles köyneki mesela, erlerinin normalde giymeydigan kiyimlerini, ben şu noktaya belki biraz kıllamda biraz karşı normalde közde yok, ortada yok nersinde Uygur milletinin bir tarih süpütüde yılda bir iki qetim heytlarda, nikah sorullarda quyoshning özü özümüzning milletteki özümüz millet yok algan millet. Bu milletning medeniyeti de ortada yok. Çünkü qarab baqsa bo'ladi. O kızlar kiyatgan etnes köynekini normalde kiyip mağdıgan kızlar bağmı meselen. Uygurning medeniyeti süpütüde suratga tortilib ortaga chiqarib atgan mesela demesem buldu bu gap münasip emasdi. Ayollarning chechini öýme qilib, öýülüp mesela onun sürtini chiqardı ya mesela ben tashviqat nimelerge. Andikin erlerni normalde koçuda yoki bizning normal hayatımızda kiyinmeydigan şekildeki bir kiyimlerini kiygizip Uygurning medeniyeti deb tashviqatga chiqardı ya. Bu başqalardan avval özümüz keydik aşı kiyimini yılda bir iki qetim ya bir murasimda ya bir yığılışda ondan keyin saldık qarsak ortada bir şey yok. Ballarımız qanatınıydı bu narsani. Yani eğer şunu Uygurning medeniyeti süpütüde bayan qilganimizda, onu Uygurning medeniyeti emas demekçi emas. Gapim herkes hata tushunilmasin. Yani biz ortaga nimeni açıqış, nimeni açıqmaslıqni bilishimiz kerak. O bizning tariximiz deplam, tarixda bo'lib o'tgan narsaning hammani açıqış qo'ymaydi. Bunda moral beradigan adamga, odamni oldiga silchitadigan tarixni o'rgatish kerak bolalarımızga. Şu vaqtda bizden bir ruhi sağlam bir millet avlod yetişəmutan bo'lmasa işimiz yatar. Hazır bir narsani ko'rib o'tdik ki, Avropalılar özünün şu 15-20 asrlik 2000 yıllık değil ma'qul. 2000 yıllık bir vaqtlardagi ma'lum taraflarni tozi kengaytib o'g'itib, o'zininki zulmatlik oddiy emas 4-5 asr degan gap oddiy gap emas qarindoshlar. Muşunun hemmene kısıtıp bir xuddi qo'shimcha, xuddi bir bundan tizitib ketgan davr deb shaqli yangi davrga ulab o Avropalik bir balaning nazarida qanaqa qildi o tarixdan buyon dunyoni yönetken, tarixdan buyon dunyoning insonligiga asos solgan bir millat sifatida tuyg'uradigan gap. Xitoy dal shu prinsipni qo'llanadi. Dunyodagi cho'ng millatlarning hammasi shu uslubni qo'llanadi, o'zining bolalarini qanday qilishda, tarbiyalanishda. İlla ki bizning Uyg'urchilikda
bizning Uyg'urchilikda bizning bu jihatda bir planlıq bir şekilde menheclerimizni tuzadigan, menhec derken bir ders o'qitishlar menhec emas, kitob tuzishlar emas, bir millatga deydigan, gapni tizadigan bir aqliyatimiz yo'q, aqliyat degan aql ambrimiz yo'q. Doğandakin hem öyle yekki kallı öyle, şahsi kallı öyle, meme kallamda bana değme, yeni birisi bir kallısı bana değdi. Ma şekilde kalayma kallayıp geçişten sebebi bu. İkinci noktaya karanma. İkinci nokta ennet tadhim, yani Yunan ve Grek demekçi. Grek ve Roman iki devrini haddinden ziyade yoğunutuş. Tadhim. Ve incezatihima bu iki devrininki neticelerini haddinden ziyade yoğunutuş. Tuygularda şuur, akillerde şundak bir nesine tikido. Yağırız deyince küçük tikkenge okşaş tikido. Ki Grek neticeleri, Roma neticeleri insaniyet mirasının onisi. Hatta dünya muşuluna gidekler. Bana mağdel neymi o dese, Avrupa halkınınki ruhi cihetteki bunda bir kozguluşunun kabilesi. Kabilenin terbiyenin katarıdın ki yani Avrupa qanaqılıp özünün halkıga bunda moral, özünün yuqur tutadigan, yuqur keyfiyat ata qiladi dese, maşta şekilde ata qiladigan gap. Tarixiningki en güzel yerlerinden faydalanadigan gap. Üçüncü nokta O'rta asr. O'rta asr deganimiz Avrupa aqldagi zulmetlik asrini ko'rsatadi. Yani tam şu memadekli orundan kopap, Osmanlı orundan kopap, İslam dönemi en güllengen, Avrupa en çökken bir devri var. Şu vaktin demekçi. Şu devrini qanaqlash, addiylaştırış takdim. Bunu kichikletish, bir tarafga qistirish, bir tarafga olib qo'yish ve Bizans devrini bu taxminan 10 asr qaranglar. 10 asrga yaqin vaqt. 10 asrga 1000 yil degan gap. 1000 yil bir xorliq, zabulluqda yashagan Avrupa ve saadet fiha bu 1000 yılda bu 10 asrda İslam medeniyeti ve başka medeniyetler qattiq hüküm sürgen bir devir. Gerçi bu Avrupa tarixidagi en uzun devir bo'lsa-mu, yush'irul qari ve talibul urbi. Avrupa o'quvchisiga qanday tuyg'uni beradi desanglar, Avrupa uzluksiz medeniyet büyüşki bo'lgan. Kanat bistimrar mahdal hadara. O'tirdiki 1000 yil vaqt yo'q. Buni qanaqa qilmaydi, bayon qilmaydi. Qilsama, az yuz bergandeklar shaqqa o'tkazib o'tdi. Jiq so'zlamaydi. Ve Avrupa zekası aş qadimdan tatib davomlashib kelayotgan bir ish, hatto dunyo yo'qolguncha. Mashta tuyg'u oldu. Biz dünya yaratılgan vaqtdagi eng dunyoninki aqlli insonlari biz ta qiyomatga qadar biz bu dunyoning xo'jayin degan tuyg'uni Avrupa o'zining insonlarga mush shaklda singdirdi qarindoshlar. Yani 1000 yıllık tarixini kitapdan bir bucukada şunday bayon qilib qo'yib, ha bu bunda bir yuz bergan ishlar o'xshaydi deb o'tib ketib, gapni tugutadigan gap. Bu 3. nokta. 4. nokta, anmaya qaranglar. Roma ve Grek İslamiyet kelişinin aldığındaki bir devir. İslamiyet keldi. Ondan keyin İslamiyet 10 asr etrafında. Tahminen miladi 7. 8. asrdan tartib miladi 15. 16. asırgacha İslamiyet dünyada en güllengen devri. Avrupa'nın en çökken devri. İslamiyet'in aldığındaki bir Roma ve onun aldığındaki mesela Grek dönemleri var. Terakki kılgan devri. A devrine bayan kılıp gelip İslamiyet güllengen devredeki 7-8-10 yıllık 10 asırlık yani 1000 yıllık 800-1000 yıllık bir devrine kichikiltib, uruqiltib, prislab közgü ko'rmagandek holat kelib qo'yib, ana shaqqida 16 asrdan tortib Yevropa qanday qilgan, taraqqiy qilgan bir o'ndan dast tug'an davrga ulablam bayon qilib, mayani tafsili bayon qiladi, oldini tafsili bayon qiladi. O'tirdiki 8-9-10 asrlik yani 1000 yilga yaqin vaqtni bunda yetib o'tadigan gap. Yo'tkilib ketadigan gap. Shunda deyaptir, ya'ni gullangan asr yangi asrga qanday qilish tiz yo'tkilib ketish. Ve ularni qanday qilish maqtash, yani ta'riflash demakchi. Büyük bir Avrupa asrini temsil qilganligi uchun mashta qilish mabek muhim nokta Avrupa'nınki. Yani mushu Avrupa deganda tushundirdan o'tirdiki qarorliq 1000 yillik vaqt davrini o'quvda
o'zining odamlarga bildirmay o'tkazadigan gap ya'ni. Şu muhim nokta şu. Ben dedim ya, tarixni o'ylamaymiz. Yalğandan to'qimaymiz. Ama bizning bir sözlük oltursak bir 20 yıllık tariximiz var. 20 yıllık tariximiz var. Bu tarixning ichida bizning saltanat qurgan bir tarixlarimiz var. Makallanıldı iniq bo'lsin. Dunyoga hukmetken bir tarixlarimiz var. Muşu tarixini ko'tarib chiqish kerak ki mag'lub bo'lgan, besilgan, o Xitoy kelib bizning beshimizni silagan, Xitoy bizning yo'llarimizni sağgan, Xitoy bizning shahrimizni qurgan tarix emas. Yoki o'zimizdan ichki patqaq urushlarga patqan tarix emas, ahil shakldagi tarixlarni so'zlash kerak. Makalandı inni qo'zon qarindoshlar. Va boshqacha biroz aqllan o'rtaga chiqmasak, chataq chiqadigan yakab qiliqlik hozircha. Qachon qarasak, o'zimizdan bo'lgan jangi jidal. Men mushu haliqi şu Abdülkadir Damollamlarınki devirdeki içki niza birisini öldürüp etken tarihlerinin sözlüğüm yok birisi geçiyor. Sözlüğüm yok. Ballarımın sözlüğüm yok. Her kıtım sözlüsem ballar ya ballar emez minin mi içim açık olurdu. Hey bizden adamlar yapılan bir yıl ümit üzüp kalıdığan bir doçent doktor ustasımızın birisi var bizden Uygur'dan birisi. Gerçi bilimlik çok bir adam. Nimdeydi desem lan bizning milletga qirta. Mening qanimda aqqan Uyg'ur qanidan boshqa hech nima Uyg'ur emas deydi bu odam. Bu gapni anglab ba'zi ichim achchiq qiladi-chu. İçim qattiq achchiq qiladi. Nimishqa desanglar, bu Uyg'urdan bu qadar tanigan bormi deb. Yana bir nuqtadan o'ylasam, mushu o'zi bir doçent, doktordan eshib ketgan bir adam, professor bo'lib qolgan bir adam. Muş adamның muşa halatga kelishiga, mushu millatdagi ba'zi millat beshidan kechirgan bir achchiq tarix odamni har qancha bilimli ko'p kelsin, asta sürüklab o'zining millatidan voz kechadigan bir nuqtaga olib qo'ydi. Shundan bizning millatda qanday ahvol yuz beradi bilamizlar? Mushtaqliq, echinishlik mag'lubiyat tarixini odamning ro'yini cho'kizdigan tarix bayon qilinmagandan, anlaymagandan, so'zlanmagandan mana ikki xil ahvol yuz beradi. Birisi millet suyer kişiler özünün açıkkını yutup qarindosh milletlerge sığışıp gidiyordu. Özünün milletin çünkü ümidi yok onun kallısında. Tarixlar onunla açta bir tuyğunurup hem de şu ben Türk olab kessek, Türk özümüzün qarindosh milletimiz olğan deken, bulmuş aşağıdan ki adamlar olğan deken, tigimiz bir olğan deken, muşun aşağıda yaşap ketiliyor. Dep mingi yutudu. Milli duygusu, dini duygusu aciz. Hayırlı kucarisi var kişiler hem de bu bizden milletine koprap boğulamağı dey. Bu taşını, tohumlu taş koğandan hiç faydası yok. Hazır zaman muşiken, vaktiken bir gel buladı. Xitay tarafı gidiyordu. Açta olap mı bizden millet taraftan yok oldu. Uygur da bir gap kalmaydı. Bir şey gel vakti belki bazı kardeşlerimiz bu biz din desek bula Uygur demesek mi bula dediğin bir tuygu keledi ki Allah'a. Emniyeti Uygur bir millet hukum emezçi bu. Şu Otur Asya'daki ya şu bizden şu rayondaki dinin vekili bu Uygur asli. Belki Uygur demek benim nazarimde nimeni ifade kıldı desenler şu bize yaşavatkan matrep şayak tarafı Xitayning chegarasini tatib g'arib tarafı nag'ich kengaysek muşundan hem rayondaki bir mustaqillikninki dinning oliy bo'lishining Allohning bayrog'ining lapilishining bir belgisi. Uyg'ur yo'qoldi degan gap ashadagi bir jihad ruhi yo'qoldi degan gap, ashadagi bir shariat ruhi mana shu vaqtda yo'qoldi degan gap bu. Mening kallamda bunda o'ylayman. Men hozir ig'zimdan davomli Uyg'ur millat deb chiqqan vaqtda bir dinning vakili, bir din, shariat, Allohning bayrog'i, Allohning kalimasi o'qimini o'ziga olgan bir Uyg'ur deb hisoblayman. Shunga bunda Uygur Arap bo'lib ketsimi, Arap musulmon, Türk bo'lib ketsa, Türk musulmon, O'zbek bo'lib ketsa, O'zbek musulmon. Lekin bir ruh yo'qoladi yerda. Bir jihad ruhi yo'qoladi yerda. Bir düşmanga qarshi turish, islom dunyosining sharq chegarasini qo'g'dash ruhi yo'qolib ketadi. Bu nuqtadan mening ig'zimdan chiqayotgan Uyg'ur shu ma'noni, mening ig'zimdan chiqayotgan Sharqiy Turkiston o ma'noni
ifadeleydi qarindoshlar. Mana noktada men çıng turman bu noktada. Yani men qanday olsa aş tarixning nima taraflarini yani tekrar deb qo'yay, biz uydurup tarix bayon qilmaymiz. Uydurup tarix bayon qilmaymiz. Yolg'ondan o'rganmaymiz tarixni, burmalamaymiz, ammo bayon qilmaydigan yerlarni bayon qilmaymiz. Demaydigan yerlarni demaymiz. Deydigan yerlarni gerçi az tarix olsun kengaytib deymiz. Az tarix olsun kengaytib bayon qilamiz. Qaranglar masalan bir misal alayım. Hemen onu kırvatkansızlar Ertuğrul'unu. Ertuğrul qanday davr bilemizler? Ertuğrul devri Türk'ününki en pasif devri. En tön urunu uçup kalgan devri. Yani Selçuklular asasen Mongol'un aldığında mı kulup ketken devri. Yani Türk'lü közge ilinmaydıgan bir devri. Abbasiler dönemi ahirleşip, Abbasiye halifeliği örülüp, ahir kadar ekip kılıqlıq hazır. İslam dünyası paç olub, Türk degan narsaning hakimiyeti qalmagan bir davr o. Asasen Eyyubiler bir taraftan Memluklar tutulluq, Türklerin qulda hech nima yo'q. Aşı bir qarasanlar şu çedirlerini tikib qo'yib oqadigan davr endi. Ammo Moğolninki aşını bayon qilish usuliga qarasanlar, xuddi shu vaqtdagi islom dunyosining hammasini şu Ertuğrul'un etrafıga merkezleşken Türk kabileleri kütürüp çıkıvatkandık. Doğru. Mede bir tarih var ki büyük bir 600 yıllık saltanatının başlandı. Lakin aşı döneminin şu vaxtdaki tasavvurlarını oylap baksanlar, şu vaxtdaki şularning bichar halatlari bilan hozirma bayon qilinayotgan filmda bayon qilinayotgan halatlarning o'tirisida xilollar paydo. Gerçeklikle yipning umumiy liniyasi to'g'ri bo'lsa-mu, lekin tasvirlanishda xilollar paydo. Nima uchun bu qadar abartıp bir kadar köptürüp tasvirlaydi sana bu xalqqa moral olduğun gap. Yani xalqning ruhini kötürdüğün gap. Yani tarixni manda şekilde qo'llanıladı, manda şekilde. Yani biz qarg'ular tarix bayon qiladigan, voy biz tarixda haqiqatni demasak bo'lmaydi deb qarg'ularcha bayon qiladigan maaş bizga o'zimizning putuga o'zimiz qanasalan palto salamiz. O'zimizning putuga. O alıqı hazır bir kardeşimiz depti o köçeş. O bikağa köçmeydi, turanmaya köçüdü. Etraftaki hücumlardan turanmaya köçüdü. Lakin avladaki bir xil filmde ifadelatkan, bir xil biratkan tuyğu nima dese bir xil ruhluqluqni, iradesini yo'qotmaganlikni, tuyg'usini bizga qanday qiladi biratdi. Bu tarixning bayon qilishdagi bir uslub. Ondan keyin kitobga kelaylik, bak cheshib ketmaylik. يتم التوسع في التاريخ الأوروبي المعاصر ki yeni bugünkü Avrupa tarixida texmi kengaytildi ki bu tarix del ruhi jihatdagi dast o'rnidan uyg'onib turishning eng yuksak tarafini ve büyüklükning eng yuksak tarafini, Avrupa ulug'ligining eng yuksak tarafini temsil qiladi. Chunki bunda qarasangiz Roma'dan qap qolgan nurg'un narsalar bor. Degan musiqalarda, Grek döneminden qap qolgan u yoq qarasa bir xil ruhi ko'taradi bu odamning, Yevropaliklar. Uyu bizning ota bobolarimiz mashtoshini qilib tikan deb tursa, o turdagi bir 10 asrga vaqtni shaqqida qatlab etib, yangi davrga o'tkazib yangi davrni tafsili so'zlagandan keyin Nizas eminetli bugün qarasa o'zi dunyoning xo'jayinlari bo'lgandan keyin dunyoninki qonun tuzumlarini tuzib, xalqqa o'zininki ideyasini tangib sen onda qil, bunda qil, davlat onu anda başqa deb yurgandan keyin, ana biz degan zot ashlardan degan emasmi deb, yuksak darajada bir xil onunga nima kiradigan gap, ruh kiradigan gapda, mana qo'rqmay chiqqan gap, o'lsimi qo'rqmay o'ladi, yashasimi qo'rqmay yashaydigan gap. Bu bek muhim nokta. Ve bu arqılık deydi. Ve bizalike bu arqılık Avrupa tarix şunasları deydi. Qadimki medeniyetlerini san'at zarbisi bilan qoldirib atgan. O Avrupalıqdan başqalarının yaratgan medeniyetini asla yushur etadi. Ve 10 asr aqı davamlaşgan İslam medeniyetini yeni bir san'at zarbisi arqılık onu qana qildi, tushirib atgan, yo'q qilgan yani.
Yevropalıqның kallasida islomga nisbatan bu dunyoda bir madaniyat qurgan odamni tutgan tuyg'uni yo'q qilib ular. Shuningdek, haqiqiy islomning tarixini xabar topganlari imo etgan bilan umumiy Yevropa xalqining kallasida urunlashgan musulmonlik, navbatdagi ko'zi ko'rgan musulmonlik, qadimgi bir o'rmonda yashaganday, bundan deymiz hamda badaviylarcha musulmonlik, oshiqiliqlik normal 10 asrdan ortiqroq davomlashgan, mana dunyoda saltanat surgan, dünyada hüküm sürgen, dünyaya adalet götürgen İslam onun kallasında yok. Ve cealu tarihil alem, bula dünyanın tarihini, qana qıp koydu desanlar, Avrupa tarihi üçün üzülmegen bir liniye kürlüdüğün qıp koydu ki, dünya dese Avrupa. Dünyanın tarihi dese, şu İnsaniyet yaratılgandan ta bugünkü kadar xuddi Avropalıqlar dünya çögülüyotganda muşkul holatga kelib qo'ydi. Feyuiduna bizalika şu arqılıq deydi. Avropa o'quvchisining aqliyatini mush ma'lumotni qabul qilishga qaytadan qanaqildi tashkil qildi. Şu vaqtida Avropadagi bir o'quvchining aqliyatida faqat Yunanlarning, Greklarninki buyukligi, Rumluqlarning buyukligi şu qoladi va ashuning bugünkü Avrupa'nın büyüklüğü uğulunu çıkıp kalıdı. Onun oturduğu bütün fecavatla, boşlukla, sualla hemen süpürdeki oturduğu hiç kim yok. Dünya Avrupa. Dünyanın tarihi Avrupa tarihi. Dünyanı kim bu şekilde kurup çıkan Avrupalıklar. Dünyadaki medeniyetlik millet Avrupa milleti. Kalan ortada aşinası yok. Hemisi yavai milletler, ya ki bedevi milletler, ya ki onda bir yaşavatkan milletler. Şu. فإذا نظر الطالب أن o'quvchi uzun suzulgan bu büyük bir medeniyetga qaragan vaqtida bunun daima asrlar bo'yi ala marral g'usur degan asrlar bo'yi eng cho'q tutuqanligini qanday qiladi ko'radi. Anda olgan ekan bu qanday qilish kerak? Antasud hukmronlik qilish kerak, boshqarish kerak, ammo boshqa dunyo. Baynama al-alam al-akhir boshqa dunyo o'quvchining ko'zida çoxum hükümranlık qilinish kerak. Mushu zihniyatlan yo'g'inudimi bir o'quvchi? O'ziningki nima deymiz endi? Ayni deb turaylar, g'urur deb turaylar. Asli g'urur emas, uning kallasidagi bir nima endi boshqalarga hukmronlik qilish tuyg'usiningki davomli ishi ashadni kelib chiqdi qarindoshlar. Va hakaza mana mashta qilib tarixni bu uslub bilan qo'llanish del kurash sohasida qo'llanishdir. Qanaqdir tarixga betaraflama bunda. Bulab qo'llanish emas. Yani tarixning haqiqatini, rost tarixni bayon qilmagan bir bakaga. Rost tarixni bayon qilib bir bakaga Yevropa. Digini rost. Lekin qanday rost desang, o'tiribdan yerdan eliyotgan rost. Grek tarixi rost, Roma tarixi rost, hozirgi tarix rost, o'tirdiki 10 asrlik bularninki bir çökken tarixini şu kichikiltirib, oddiylashtirish demigellamir o. Yani mao bir taktika, mao oddiy etmez, bir kurash bu. Kelayli qarindoshlar, tarix ma'naviy ruhni yuqori ko'tarishning vositasi oldingi temada. Endi hozir tuvanga tushirishning ham bir vositasi. Men buni balkim so'zlab bo'ldim ilgirki darslarda yoki bugungi darsning beshida dushmanning qo'llanadigan taktikasi bu qarindoshlar. Manevi ruhuna qana qilish tushirish. Va huna la budda min al-isharat ila amrin muhim. Bu yerda muhim ishdan birga ishorat qilmoq lozim. U o'smi tarix manevi ruhni ko'tarish qurol sifatida qo'llanilgandek agar maqsad bir ummatni qurib chiqish bo'lsa, ham tarix bir ummatlarni set ko'zitish uchunmi, uning manevi ruhini tushirish uchun ham ishlatiladi. Bir eslanlar mening yaman achchig'im keladi. Qachon Uyg'urning tarixi haqida bir narsa yozilsa, qachon Uyg'urning tarixida bir narsa ishlansa, shu chirklashib ketgan Uyg'ur boshliqlar qadimdan tortib, chirklashib ketgan u baglar, chirklashib ketgan u amirlar, chirklashib ketgan u imomlar xalqning qizlarini ilib oladigan nikohlab, mush shaklda ko'rsatildi hamdi. Nafsoniyatchi bu alaqa bilib bilmay o'zimizning ro'yxatida o'zimizga bir xil ishonmaydigan, o'zimizning odamlari nafsoniyatchi, o'zimizning odamlari o'g'ri, o'zimizning odamlari bu shaklda ko'rsatildi. Nimishqa dushmanninki bu quroli unumli o'zining rolini ko'rsatdi degan gap. Agar maqsad bir ummatni, bir millatni yiqishib qolsa, oshunga tarix ishlatadi. Shunga shu Xitoylarninki bir 2000 paynak vashlari
Beka qo'ttamaydi Beyjingda. Maxsus bizning tariximizni yasab chiqadi ular. Bizning tariximizni qanday qiladi? Am bizning aqli gejgizib ketib qolgan ziyolilarimiz bizning ma'arif materiallarimizni tuzgan vaqtda, balalarimizga o'rgatadigan materialni tuzgan vaqtida ashularninki material tuzib bergan materialni kelib tarjima qiladi. Shuni bilan bizning balalarimiz bilib bilmay agar Uyg'urcha o'rgatilgan vaqtlarda bo'lib qolsa, endi hozirgi Uyg'urcha qolmadi-ku, bilishimcha bundan keyin texamamda o'tirdi Uyg'ur qolmaydi. Da qarasanglar, azroq bir milliy g'ururi va milliy vijdoni va masalan Abduqodir Jaloliddinga o'xshash, Yalqin Ro'ziga o'xshash mushu ma'rif sohasida ba'zi o'qitish materiallarini tuzganlarninki oxirgi vaqtlarda qo'llanilib yoki ularning ma'lum darajada qisqa qo'shib qilishning besababi nima desanglar, Aşularınki Uyghur tarixidagi ba'zi materiallar, Uyghur edebiyotlaridagi ba'zi materiallarga Uyghur madaniyatiga oid bir rast gapni kiygizib qo'ygan yerlari bor. Masalan, aqallisi bir diqqat qilsangiz bizning kichik bolalarning edebiyot kitoblarida ibodat o'rinlarini ko'rsatish uchun chirkovlarni ko'rsatildi masalan. Ashuna o'rniga bir masjidning taqisini qo'ygan yerlari bor. Jiq emas. Shunchalik ishlarga uda diqqat qiladi. Xitoy ashuna nuqtalarni ko'zdan qochirmaydi qarindoshlar. فلو كان المراد هو بناء الأمة أجر مقصد bir milletni qurib chiqishib qolsa, ashu natija yaratgan tarixlar ko'rsatiladi. Fath qilgan, taraqqiy qilgan, madaniyati kengaygan ilmiy tarixi, ilmiy fanniy bilim sohasidagi tadbiqi amaliy natija tarixlari va undan boshqa. Bular buyuk tarix deb ataladi. Mao ko'rsatiladi bir millatga. Ko'rsatiladi. Ammo bir millatning nomini setleştirmekçi bo'lgan vaqtida şu vaqtda bir onun kamchilik o'tkazgan tarixlari ko'rsatildi. Taxt talashgan kurashlari ko'rsatildi. Men bu yerda bir narsani qistirib qo'yay. Shu Mahmud Qashqarning vaqtlaridagi taxt talashib ketgan tarixning yozg'ili qo'yishning sababi shu bizni bir xil ro'yxat o'ltirishdashi gaplar. Sultan Muhammad Bug'roxon bilan yana birisininki bo'g'ishib ketishlari, Appa Xo'jilning ikkinchi davrlarida qilgan atganlari, taxt talashlar, bu qarab, bu odamning shu o'zining taxtdan boshqasini o'ylamaydi ekan deydigan bir xil. Amaliyotda butun millatning tarixida bor ishlar. Şu Osmanlı tarixidan tatib har qanday shu dedim ya men qaysi Umaviylar yıkılgan heptisi Abbasiylar bir heptinin içinde 12.000 Umaviyni mesela Müslüman ameliyatda qatl qilayotgan bir tarixli var. Lekin düşman bizning Uyg'ur tarixidagi dal mashta nuqtalarni chiqib tarixliga yozg'ili qo'ydi. Bizning Uyg'ur tarixi yozganlarga yozg'ili qo'ydi, tasdiqladi, deblam tasdiqladi deb yozaverdi. Qana qiladi? Mashta şekilde o biz his qilmaymiz. O'qib ketib berib cho'ng kishiga tinib qolamiz. O'qib ketib etib ichimiz ochiq qolib qoladi. Ochiqimizni yutib kitobni qo'yib qo'yamiz. Ko'nglimizning tagida yana bundan keyin mashta Uyg'urlar chiqib qolsa, ishning beshiga bilan taxt talashib ketsa, urushib ketsa, mushu tuyg'u ham bizni nurg'un ishga qadam oldirmaydi. Nurg'un ishga intildirmaydi, chunki intilsak qancha ko'p maqsadda burun mashta qilib tikan bu odamlar, so'qishib tikan, urushib tikan, taxt talashib bizni qirg'in qilib tikan tuqqanlar. Bu şekildeki tuyg'u qanday qiladi keladi. Masalan, diqqat qilsanglar, bugungi Matrukiyaninki tarixni bayon qilayotgan ba'zi materiallardami, anda to'qinishlarni qanday shaklda chiqaradi desanglar, bir tarafni bütün xoiniga chiqarib bo'lib, hamma odamning kallasida zodi o'ltirilishga loyiq bo'lib ekan degan nuqtaga akaplab andan keyin bir taraf qiladi. Buningda qanday bo'ladi desanglar, taxt talashdi olmaydi. Taxt talashdi olmaydi. Belki xoinni yo'qotdi bo'ladi. Mamillatning kallasi shayliq formulanadi, yani. Yani taxt talashdi degan tuyg'u bilan qaramaydi tarix qarasa. O xoinlik qilibdikan, setibdikan davlatni, millatni, ammo uni bir taraf qilibdi. Qahramon birini yo'q qiladigan yer. Makalla o'ylasang, masalan, shu Ertuğrul'daki Sa'diddin Köpek var. Hammalar bilisizlar va tarixga qarasanglar, Sa'diddin Köpekni yaman nima degan tarixlama bor. Taraqqiyotchi, millatparvar, davlatning qurilishi uchun jiq to'p qo'shgan, andan keyin har ishda yangilik talabdori degan bir tarixlama bor. Bir tarixlama borki, xoin degan tarixlama bor. Endi Mavlo qanday chiqar? U bir rost nimaning qildi o'lgan odam.
Muşu üzünün muşu islam muşu devletçideki adamın şu kolda ölge adam. Bunda çıkarış için mamani öldürüp atı dese qırqını qılısqanda olur biz öldürüp yuptiken bugül deydigan iş çıkıldı. Qana qıl ani xayiniga çıqırып etdi. Xayin tarixi olğandigini azraq qolsama. Xayin degan tarixim ras xayin mu xayin emas uqmayma. Xayiniga çıqırып etib, xalqni nefretlendirib etib, anmanın öldürgənini göstərsə qanda olurdu. Xalq heç qanda bir yerdə bir əlaqə toxunuşuz bəməydi. Yəni xayin optiken öldürübdü. Normal tuyğu. Eğer unasını onda göstərmək, şuna kitabını qolumuzğa alsaq, Sa'diddin köpək devletinin erkanı bunu palanı öldürüp atqansa taxt alışıp deydigan gap. Bugün Osman tarixi qarab baxınlar. Tarix kitabını da araqlab baxınlar. O film noktasını davatmayın mı gapınca? Tarix noktasını davatma. Tağısını öldürüklük tarixta, işte yazıqlıq. Ama bugün təsvirini atqan halat nemo desanlar? Asasen tağıs ne? Nemo ismi o adamın binası etdi ya. Xain noktasında körüstülüp bulup dündarmı bir нәрсе çıkılıb. Xain noktasında körüstülüp bulup onun öldürgününe oturuq koyup atıdı. Bu neymi desanlar? Öldürgənligi bir tarix rast deyli. Aşı tarix ne ama çaylık bir formatta kişilerin kalısı kırgızıyor. Onu öldürdü, taxtalaştı degen şekilde emez, xainini yoqatdı degen şekilde. Osmanlı tarihi da asasen qarindaşlarını, bir tuqallarını öldürdüğü iş bunda umumlaşıp ketken bir iş. Umumlaşıp ketken. Hatta dadısına kadar hücum qılaqlaq nurgulları. Qaysi Sultan Bayazıt Qodayma. Dadısının taxtını Sultan Selimul Evvel dadısının taxtını çürütüqlıq mesela. Aşının filmlerine ətögən kilişimiz mümkün. Təsvirini şaqal. Mesela ötken məsəlik bir filmdən gepini qıldım. Nimələ İmarat Türklüğe qarşı işləyən filmlər. Məmalikni asas qılıb durub Osmanlı'yı təcavüz şəkildə çıxarğan. Bunun da taxt talışıb öldürütüqlıq hem dedim. Taxtın çürütüqlıq. Ama belki matrap işleniş mümkün ətögən. Təsvirinib qalsa qanda təsvirini desanlar taxt talış emas. Dadısını ya bir xiyanatçı çıxırdı. Ya olmasa iqtidarsızlıqdan devletni veyran qıladigan bir noktaga ekep qo'ygan shaklda chiqadi. Ekep qo'ygan. Onun keyin boshqalar buni chiroyli tasfiye etilganini, yo'qitilganini qabul qiladigan gap. Ya'ni men demoqchi o'g'lim nima qarindoshlar desanglar, tarixni yolg'ondan to'qish hojatsiz. Faqat tarixning deydigan yeri va demaydigan yeri va ve tasvirlaydigan bir shakli va muş noktalar bek dikkat qilinish kerak bir millatni qurib chiqishda. Bizning hozirgi kallamizdagi tafakkurimizning bek qalaymaqon bo'lib ketishlari, ziddiyatlarning ko'payib ketishlari, men boshqa narsa deb o'ylamayman qarindoshlar. Vatandagi Xitoyninki bizning kallamizga o'zimizga tuydirmaysan degan tarixga bog'langan bir xato ma'lumot yoki xato tasavvurda bog'langan bir kallamizninki neticesi deb o'ylayman men endi. Çünkü bugün dersimiz şu bo'lib qoldi. Tarix bek muhim. Bir millatni qo'pamoqchi bo'lsa-mu, tarixni bayon qilish orqali qo'paqildi. Bir millatni o'rmoqchi bo'lsa-mu, tarixni bayon qilish orqali o'rgildi. Masalan, podshohning ahvoli, ayol, masalan, misol bo'ladi. Bu aloqa kichik tarix deb ataladi. Ondan keyin cho'ng tarixlarmisi yetdi mutajahul degan gapni bilmasga selinadi. Masalan, men bu faqat ko'rib baxmadım, lekin anladım. Biz vatandagi vaqtlarimizda o kenmiyaga chiqsaq, aşağı bir gapni aldık. Muhteşem yüzyılda bir film çıkıp diken Erdoğan bunun üstünden az qilib diken deb bir gapni anglagan bo'lishi mumkin. Mening tasavvurumcha taxminan a film Türklerning tarixini qanday qiladigan film, xunuklaştıradigan bir film bo'lishi kerak. Erdoğan bununla qarşı bir dava açqan bo'lishi kerak. Çünkü aşta hücum qilishyotidu hozir birisi-birisiga san'at orqali, film orqali, diziler, kinolar orqali hücum. Çünkü insanlar kitap o'qimagandan keyin kitobni bayon qilay desa, kino ko'rgandan keyin buni kinoga aylantirib birisi-birisiga maqsadiga yetish uchun hücum qilishyotidu. Ama Türkiye'mi ideologiya kurshi va kuchli bir yer. Biz ko'zimizga gelmese bundan ko'ringan bilan o'xshash, lekin hammasi ichki jihatda, hatto maktablardan tortib ayrim bir yerda. Bizning o'yinki bir tarafda bir mektep var, yeni bir tarafta bir mektep var. Bir taraftaki mektep aşı muhafızkarlar, dindarlarının mektebi, bir taraftakisi aşı qapqızlarning mektebi. Etdigende balla, hazır o virus mezgili o, bunda meydana çıkıp bir faaliyet qilsa ko'ramiz,
birisi başka bir dünya, yani birisi başka bir dünya. Türkiye'deki içkiye tokunuş favqulodda ağır ziddiyet. Bularlık lekin bizden tokunuş kılışını biledi gel lekin işini bildiğin boğaçka çandomay tokunuş kılışıdı. Şunun qatarıdan birisi men bayatın degendek tarixni yani özünün tarafiga tatış. Bundan çıkqa vaqtda. Yani bu yetbek mühim. İzen xulasını da öteyli. Hunaka tarihun kebir. Bu yerda büyük bir tarixlar var ki her qanday bir milletning ma'naviyatini ko'taradigan va bu yerda kichik bir tarixlar var ki her qanday milletning martabasini tushiradigan. Agar biz shunday faraz qilsak, tarix bir betaraf bo'lmagan bir qural deyilsa, ya'ni bunda bütün ijobiyat, salbiyat so'zlanadigan bir qural deyilsa, bo'lmasa, buni olish nima chiqadi desa, chunki g'olib ahvollarda tarix qanday ish qilinadi desa, ya'ni vazifelik tarix sübtilen iş kısalındı. Vazifelik tarix ne? Maksatlik iş kısalındı. Yani bir ma'na bu demek şuna demek ki tarix bir milletninki küçüğünü menadiyen güçlüyen gibi küçüğünü tehim güçlendiriş için işli kısalındı. Onun hasanet başkalar tarafından çekilmezliği, anlakin özün kimlikini his kıldırış, katarlık mana için iş kısalındı. فإذا وجدت في مجتمعاتنا yani feyza vecette fi mujtemaat. Eğer bizden bir cemiyetimizde küçük tarixlarni iş qısaldıgan adamlarni bayqısan, yani bizden vatanga qarab baqayli. Xitoy bizden şu tariximizdeki kusurlarni asaslı oturgu qo'yadi. Tarix kitaplarımız şundan to'shaq. Nasriddin Efendimning kitobini nihoyat qiziqib o'qiymiz. Nasriddin Efendimning filmlarini qo'yib bersa qattiq yechib ko'rishimiz, amaliyotda Nasriddin Efendim yashagan şu jamiyatni bizga aşağı hammasi pomochik baylar yoki bo'lmasa zolim hokimlar bilan to'shab ketganligi Nasriddin Efendim uni tanqid qilgan shaklda o'rtaga chiqib adabiyot kitoblarida bayon qilinadi, filmlarda bayon qilinadi. Buning hammasi nima desanglar bizda qanaqa qilish o'rinish maqsad. Bizni tigimizdan o'ltirish maqsadki fa iza wajadta agar sen bizning jamiyatimizda kichik tarix bilan mashg'ul bo'lib buyuk fathi tarixlarini unutadigan, kattalarning tarixini unutadigan, ummatdagi ijodiyat yaratganlarning tarixini unutadiganlarni tapsan, uçratsan bilginki bular başka bir planның menfaatini işlevadadı. Şuңaşqa şu tarixdeki büyüklerini ortaya çıkış pek mühim. Tariximizdeki katta işlerini ortaya çıkış pek mühim. Bu bir hakikat ki bunun da cidel qınmaydı. İlla ki terakki qılıvatqan tarihi tədqiqatların türünü bilmeydi adam cidel qala. Tarix qandaq sunuludu, qandaq iş sunuldu bunu bilmeydi adam cidel qılışı mümkün. Muhime tarixini qanday qo'llanish bek muhim. Düşmanning tarixini qanday qo'llanayotganligi bek muhim. Şu an Abdurmiyada güzel bir tablo, bir resimden birini berdi bizga. Tarixning turlariga kelsak, cho'ng tarix, kichik tarix deb ayiramiz. Cho'ng tarix bir millatni qurish uchun, ma'naviyatni ko'tarish uchun qo'llanildi. Kichik tarix bir millatning ma'naviyatini yiqitish, bir millatni o'rish uchun qo'llanildi. Şu an Uyg'urningki men bunda bir qarayman qarindoshlar, darsni to'shab qoldi, vaqtimiz bir berib qoldi. Bizim növbetdeki ahvalimizni qanchalik tanqid qilsak bo'ladi. Növbetdeki ahvalimizni. Çünkü bu tanqid bizni qanaqa qiladi, qo'piradi. Xatoligimizni tuzashga yordam bo'ladi. Har holda diqqatimizni xato o'rinlarga tortadi bu tanqid. Men buningga talabdori. Növbetdeki ahvalimizni aldığım yo'q. Voy biz degan anda, biz degan bunda deb ruhini ko'tardim deb buni aldığım yo'q. Ammo o'tmishimizga nisbatan Muşu bayat nazır ekranda çıkıvatkan çoğun tarixini söylüş tarafdari. Bizim milletninki tabii ki ketkizip koygan hatalıklarını mülahize kılımızda, o tadqiq kılımızda ama bayan kılışta ama milletke tarix bayan kılışta milletinin kat tarixlerini, tarixte yaratkan saltanatlerini, şan-ı şevketlerini bayan kılış arkalık millette bir xil nemilik, erkillik, hürlük mesela mat uygusunu etildiriş bek muhim. Bununla bizning yine desek yine şu ziyadelerimizga iş düşüyordu. Tarixni qaytadan yezip çıkmak lazım. Tarixni qaytadan yezip çıkmak lazım. Beşi edebiyat bilan başlandı bununki. Bunu mesela bir gap mi deymi qarindoshlar? O'limani so'zlash kerak deydi. O'lima olgan adam osmondan pokida o'lima olib tushmaydi ya. Onun bir kichik bir yaşagan o'smirlik davri oldu. O'qigan bir davr oldu, jamiyat yaşagan davr oldu. Her adam ma'lumotni nereden alırsan etrafından alırdı. Eğer tarihi materyallar keng şekilde bayan kılınıp, yezilip, kütüphanlarga selinip mesela etrafımız işte ruhini götürdüğü materyallardan tuşak olsa, dikkate, tuşak olsa
yetilgan bir o'quvchi shu muhitda ashta edebiyotni o'qiydi, ashta maqolani o'qiydi, ashta tarixni o'qiydi. An birden film işlemek olsa aşu tarihi materyalga asasen senaryonu hazırlaydı, film işleniyordu, filmler köpüydü, etrafımız şununla tuşudu ki bu muhit yuğunugan adam şu hükümle yuğunaydı. Bu alaqa qandaqdır? Biroq etim mihrabda sözlep qo'ydigan ya bir saatlik ders sözlep qo'ydigan narsa emas. Etrafını ashta muhit bilan to'ldirib o'tish kerak. Ashta atmosferani shakllantirish kerak ki nefes alaman deb ichiga havo shumirgan hamma odam ashta büyük tarixni shumirsin va bundan büyük qalblar, büyük ruhlar maydoniga kelsin va büyük insanlarımız meydana gelsin. İnşallah vatanımız azat olurdu. Ben onun 100% işlem ama düşman bek güzel kullanıyordu bu taktikini, tarihten paydalanılan taktikini. Hem bizden teşvikatımız fevkalade bir igiz pes buluyordu. Mesela Xitay ne dikkat kılsanlar bizim ismimizin tutup karşı teşvikatını bek kımmaydı hadiden ziyade. Belki kanal kıldı desenler bizim milletlerimizden edemlerini çıkıp kattık oynap tuğan, külüp tuğan anlayken bunun başkaları kürünüdü amandaylık bir xil kötürengi haleti iqtisadi jihati taraqqiy qilgan madaniyatlikda ko'ringan holatlarini chiqarib qo'ydi. Biz qanday qilamiz desangiz, tashviqot qilamiz deb eng abgor rasmlarini ko'rsatamiz masalan. Eng tuan holatlarimizni ko'rsatamiz. Bu boshqani etkilash emas, o'zimizning ruhini cho'zg'ashlichu. Yani demak o'g'lim gap qistirib qoldi. Aslida bu tarix bilan so'zsiz gap, navbatdagi ahvolimiz. Yani bir narsaninki payda ziynni boshqalarga beradigan ta'sirini, hatto o'zimizga beradigan ta'sirini o'ylab ish qilish kerak. Tarixga muomala qilgan vaqtimiz shu, bugunimizga muomala qilgan vaqtimiz shu inshaalloh. Asta-asta yavaş-yavaş bu ishlarni o'ngishilib qolar. Shuna olganda bugungi darsimiz vaqt munosabati bilan o'sha yerda to'xtatildiga o'xshaydi qarindoshlar. Endi ayta hit inshaalloh aldı bilan hammalarninki ro'zayda mübarek olsun. Allah tutkan rızanlarını kabul kılsın. Bazı qarindoshlarimiz deydi, biz ro'zayetni tebrikleyemeymiz. Çünkü içimiz açık olan tuşak. Dert, elem, ötendekiler deydi, to'g'ri. Lekin endi bir millet oluş sübutimiz bilan, bir normal özümüzün kayfiyetini saqlash sübutimiz bilan Ramazonga o'xshash ibodat mezgili kelsa, uni parah qalb bilan qabul qilishimiz kerak. Hayitga o'xshash Allohning bizga qilib bergan bayram kunlari kelgan vaqtda yana unima gerçi moralimiz tushib ketgan bo'lsa-mu, vatanda qarindoshlarimiz bo'lsa-mu, ishlarimiz toza obdan bo'lmasa-mu, yana bir ko'taring ruh bilan qabul qilishimiz kerak. Shunga men fikirlanmay hammaninki ruzu hayitini tabrikladim, tabriklayman. Alloh hammalarga hayit kunlarida bir xushallik ata qilsin, oilalarga barakat versin, ishlarimizni Alloh oson qilsin. İnşallah ettiğin görüşle. Allah'a emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.